Assalomu alaykum hammaga. Navbatdagi ishimizda Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani Yaypan shaharchasiga o'rnatdik. Bu joyga shunchali holatdagi navis buyurtma bo'lgan. Kech bo'lishiga qaramay mana ishni tugatdik. Materiallar haqida ozgina bir ma'lumot berib o'tamiz. Ustunlarimiz 8x8 ikkilik stenadagi profil, asosiy o'q xoralarimiz 4x4 7 stenali profil, firmalarimiz 4x2,5 7 stenali profildan bo'lgan. Har 50 sm tashlangan shadamiz 2x3 100 stenali profildan bo'lgan. Tunikani qatirishdan oldin albatta kraskalangan TVF faner, undan keyin falka izol, keyin 04 mokri asfalt rangdagi TMZ Toshkent tunikasi qotirilgan. Razmeriga keladigan bo'lsak, 13/20 ga, uzunligi eniga 10 metr bo'ldi. Bu tarafda yomg'iri o'sha o'zlarining slifiga tushadigan bo'ldi. Bu tarafda qo'shnining uyi joylashgan. Bu joyga slif ustanovka qilib berdik. Mana shu asosiy o'q xorimiz orqasida slif bor. Turbasini chorvoqqa tashladik. O'sha tarafga ketdi suv. To'g'rilasa mana navesimizni ko'rishlari mumkin. Keyin tepadagi lampochkalarigacha ustanovka qilib berdik. Hozir ishni tugatdik. Syomkani xudo xolasa kech bo'lsa ham qilib qo'yamiz. Burchak gullarimizga ham e'tibor berasizlar. Juda ham sifatli, chiroyli chiqqan. Yaltirab turganlari shu burchak gulni bakchalari bo'ladi. Keyin har bitta esgulimizning bakchalari bo'ladi. Shuni mokri rangdan ajratish uchun tilla svet qilganmiz. Navesimizning rangi mokri asfaltda bo'lgan. Endi hammaga hozir shu rangga qo'yapti shekilli, zakaz bo'yicha qilib berdik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekranga nomer qoldirib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Maslahatlarimiz kerak bo'lsa ham aloqaga chiqaverasizlar.